Demak, bugun Toshkent tumanida dala chetlarida umumiy foydalanish maqsadida barcha hududlarda dala chetida ko'chatlar ekish marosimi boshlanib, seminarlar tashkil qilinyapti har bir hududda. Bu seminarlarda asl maqsadimiz dala chetdan umumiy foydalanish. Bundan asosiy maqsadimiz yaxshi sifatli hosil olsak, avvalambor ichki bozorlarni arzon sifatli mahsulot tanlash, qolaversa eksportga ham yo'naltirish bo'yicha amaliy seminarlar tashkil qilinyapti har bir hududda. Bunga bevosita tuman karantin agentligining inspektorlari bunga bevosita biriktirilgan vakil hisobida. Ikkita doni uzib yeb ketsa ham baraka topib shunaqa odat bo'lib qolgan ekan. Ozgina biz yaxshilar bu chekki bermagungacha belgilanganki manzarali ko'chat Prezidentimizning 2024-yil 30-dekabrdagi 465-qarori bo'yicha dala cheti hamda kollektor drenaj atroflarida unumli foydalanish maqsadida amaliy seminarlar mana olib borilyapti. Bunday seminarlar tumanimizdagi barcha hududlarda olib borilmoqda. Seminarda asosiy maqsad o'sha dala cheti hamda kollektor drenaj atroflariga mevali daraxt ko'chatlarini ekish hamda o'sha ekilayotgan ko'chatlarni nazoratga olish.